Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetlaridan jami 460 ming AQSh dollarida grant sohibasiga aylandim. Assalomu alaykum. Mening ismim Nilufar Rustamova va men hozirda 17 yoshdaman. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanining Buktaroy mahallasida istiqomat qilaman va hozirda 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisiman va men bugunda Amerika Qo'shma Shtatlarining 6 dan oshiq nufuzli universitetlariga grant asosida qabul qilindim. Yoshligimdan bu narsa men uchun juda katta orzu bo'lgan edi va bugungi kunda men shu orzuyimni amalga oshirdim. Amerika Qo'shma Shtatlarining universitetlaridan jami 460 ming AQSh dollarida grant sohibasiga aylandim. Shu paytgacha juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. Jumladan men yozgan she'rlarimning ikkitasi Toshkent hayoti gazetasida chop etilgan va hozirda men o'zimning bir kitobim ustida ishlayapman va yaqinda u ham nashr etiladi. Amerikada o'qib kelganimdan keyin men O'zbekistonga qaytib kelib, o'z soham bo'yicha, ya'ni prokuraturada prokuror bo'lib ishlamoqchiman.